Bugünkü tor dünyasida nima uchun oson oldini bitimiz, nima uchun hayatsizlik qo'yimchilarga uchraymiz, shu qo'yimchilarniki telefoni, bizga qilgan undidardi paranglari, nima uchun ular bizni nadin deb oldi u bu. Endi men yaqinga kitobdan sirtmi bir qism uzam setib olgan yaxshigina ma'nosi burdika degan mahsulotlardan ancha-muncha tujan qilib qo'yyapti masalan minodiyorni, mashinada ishlatadigan narsalarni, ancha-muncha o'yinchiqlarni shunami. Mush jarayonda his qilganim, mush oldangan kishilarniki bu Alloh qilishni buni qanday qo'lga tushirganda bu deganda bilish ketdimki, mushlar yuzi bir vatitgachu. Men sishin qilgan, osh narsani setib olmoqchi bo'lgan nurg'ullar, udullar telefon nomerini avatib o'tganlar bor. Ben sormayman-da, so'ramsam o'zlam shuni avatib meni qochirgan, men bilan aloqa qilishing deb yozib qo'ydi. Endi men bular bilan aloqalashmayman, lekin shu ish davomli takrorlanib, davomli ko'paygandek his qildim. Bu aloqa qilish nomerimiz deganni asli shu mahsulot sotadiganlar bizdan so'rasimi deb bermasligimiz kerak. Nima qilsiz aloqa qilish nomerimni, nima qilmoqchi men telefon qilib, nima qilmoqchi unlarni qachlab, men mana shu jibot ko'rib, nima qilib jibot sotmaysan menga? Nima qilib shu zo'piningning ostidagi shovqonjoydan setib olib bo'lmaydi? Nima uchun bu yerda bo'lmay, ota aytansini undarini qachlab, ya telefon tutib setib oldi ekanman men. Bu yerda nima gap bor deganni o'ylashimiz kerak asli. Endi bu deganlik seri qor bilan jibojani setib olsa hammamiz nihoyat yaxshi sifatli degan gap emas, lekin oning qaraganda shart bor. Masalan, bu seri qarga aklish uchun belgilik bir narsalardan o'tganlardan o'tidi. Bularning yo'llaydigan, bejirdigan bir rasmiyatlari bor. Onun keyindan biz mahsulot setib olgandan keyin hozir ko'pincha 7 kungacha shartsiz qaytarib degan bir gaplar bor. Bu nima uchun shunday qildi deganda, siz ma'lum bir Vanhong jibojansini setib olgan bo'lsangiz, masalan 30 ko'yga bir narsa setib oldingiz, u pul darhol uninki shaxsiy hisobotiga kirmaydi. Ya'ni bu shu do'yin tarafniki 3-chi bir tarafdan jonqulsiz tuttirdi. Biz mahsulotni setib olib, ko'rin shouqu qilib, buldika degan taxminan 7 kunda 10 kuncha vaqt o'tib bo'lgandan keyin anonkin anan hesabı kurdu. Demek maçlarında biz tuyuqu qıvatsak, razı olmasak apıl yenip girdi. Ünlüdardı-çu. Ünlüdarını kaçılgandan keyin kumbağını attınız, bir nersini aldınız. Bulmayırken mahsulotlarni yandırmaysak, şu zaman yandırıp bergenden neticesini gördüңlar. Her xil bana sebeplerini tapıdı. Hatta siz juvasını işlem kılamayısınız. Hatta 200 koy, 500 koy pulunu ep bulup, ünlüdarını vaqtı juvasa, işlem kılmaydı. Mahsulotni sepbermeydi bunlar. Mahsulotni sizga sepberken ekvalasıdımı bu erz kılıp, anda kılıp, qaytırıp bekirişki asasa yok ki, paysoq verip bakınlar 500 koy üçün. Nim deyilke. Erz kılalamsa ya sotqı çıkıp. Yo'q, endi mayarki bevosita seri qaruvdan setib olganning onin qarg'ani sal bexatar. Tushuninglarmi? Shuning uchun har qanday bir odamda setib olgan vaqtingizda aloqa qilish nomeringlarni yo'llamanglar. So'rgan taqdirda nima shunday qilmaysiz, nima mayar setib olmaydi deganni bilinglar. Bu bizning maxfiyatligimiz. Ba'zilarda kimlik nomeringlarni qo'shib avatib o'tgansizlar adresinglar. Bu avaslik bo'lmaydi, chuqum amallar biz maxfiy tutishimiz kerak bu uchurlarimizni. Tushuninglarmi? Ikkinchi bir his qilganim quruq va'dalarga ajoyib ishning ömrni tunmaydigan odamlarga. Masalan, shu minodiyorni bu vaqtda mendan nechadan so'rdi, chosh chiqmay qolsa qanday qilaman, unim bo'lmay qolsa qanday qilaman. Shundan men dedim, bu mening mahsulotim emas. Ya men chiqargan, ya men deyli bo'lgan mahsulot emas. Men faqat ishlatib unimni ko'rdim, shuni tujan qilib qo'ydim, setib olsangiz mayli desam, o siz haqqa o'xshash bir saxt bo'lsa 10 ni to'lab birma, chosh chiqmay qolsa 100 ni to'lab birma, 15 kunda chosh chiqdi, tirnog'ing chosh, mandaq bir odamga va'da bermaydi ekan, siz Alloh uchun bu deydi. Kulib ketib hech qanday javob qaytumdan bo'lsa-dar setib olmoqdaysiz bu mahsulotni. Demak, mustaq deydiganlardan nurg'un barkachi. Demak, boshqalar nayt va'da bersa ömrni ko'rib baqmagan. Masalan, sizlar meni yoki shu sotgan odamlarni telefonning ekranini ko'rgan bilan ular sizlarni ko'rib baqmagan-ku, bir yerga o'z tunmaydi. Oshundaq odamlarning voy ma degan ondaq yaxshi, mondaqching deb ko'ptirim tashviqot qilib, yolg'on va'dalarni bersa bak ishilib ketish. Bundaq narsalar ko'p ishilib ketmanglar. Ash mahsulot qancha saxta, sotuvchi qancha yilga bo'lgancha mash ishni shuncha qamlashtira oladi, shuncha deyalaydi. Tushuninglarmi? Undan buni farqlantirishning bir oddiyroq bo'lsin bir usullar bormi deganda, mening hozircha bir usuli bor. Birisi shu qarshi taraf asli qandig'ariq bir Vanhong masalan, necha vaqtdan qandig'ariq ish qilib yurgan. Shuningda zo'pilardan ancha-muncha tushangili bo'ldi maqandig'ariq odam degan. Ikkinchi birisi shu mahsulotning hali pinglunchisi bor. Mahsulotning o'zining jumlalar mahsulotning o'zining hali shopping, hopping o'rg'aylari shu yerda kirpaqlar necha adam setibdi. Ular setib olgandan keyin nim debdi? Shoppingda nim debdi, hoppingda nim debdi degan ko'rgandan keyin anonkin bu gap bo'lmaydi deb bir 60-70% uni keyindan qaror chiqargan bo'ldi. Tushuninglarmi? Shuning uchun uchuringlarni maxfiy tutinglar. Boshqalarning bak oshirayotgan ko'ptirma tashviqot, soxta va'dalarga bak ishinib ketmanglar. Bo'lsa atrofingizdagilarni bilib qolish uchun bo'lsa yurak berib, mafhum taqib qo'ysanglar bo'ladi. Rahmat.